Alloh subhanahu va taolo o'rganayotgan ilmimizni foydali qilsin, barakotli qilsin, o'zi rozi bo'lsin va qabul qilsin, musulmon ummatga foydali qilsin. Hozirgi kunda birodarlar, musulmonlar orasida katta bir ixtiloflarga, muammolarga sabab bo'layotgan bitta masala bor. Bu iymon masalasi. Iymon nima? Mana shu muammo sababli, mana shu masala sababli ayrim musulmonlar boshqa musulmonlarni kofirga chiqaryapti va bir-birini qonini halol qilyapti. Ilmsiz musulmonlar bor. Ilm yo'liga endi kirgan musulmonlar bor. Yoki ilm yo'liga kirgani ammo ilmi sayoz bo'lgan musulmonlar ham bor. Ana shu ilmi sayoz bo'lgan musulmon birodarlarimiz shu masalani yaxshi o'qib o'rganmagan. Iymonni nima ekanligi haqida chuqur bilimi yo'q. Bu mavzuda yuzaki xabari bor. Shu sababli musulmon bo'lgan odamni iymonsizlikda, kufrda ayblashlikka jur'atli bo'layotganligini ko'ramiz. Kofirda hukm chiqarayotganiga guvoh bo'lamiz. Bu toifa insonlar iymon deyilganda faqat o'zlari iymon deb tushungan narsani qabul qiladi. Agar ular o'zlari iymon deb tushungan narsasini Ahmadda yoki Bahodirda topmasa, bemalol ularni iymonsizga chiqaradi, kofirga chiqarib yuboradi. Buning natijasi qanaqa bo'ladi? Mana shu ilmsizlikning natijasi qanaqa bo'ladi? Ilmsiz holatda fatvo aytib, ilmsiz holatda hukm chiqarishlikning natijasi qanaqa bo'ladi? Musulmonlar bo'linadi. Takfiriylar paydo bo'ladi. Ya'ni bu toifa odamlarda aytgan andazasiga, shabloniga birov tushmasa, bemalol kofir do'radi. Garchi bir odam musulmon otadan dunyoga kelgan bo'lsa, shahodat aytib turgan bo'lsa ham, bularning nazdida u musulmon emas. Ana shu shahodat kalimasini aytgan, ammo amallarga sus bo'lgan, amallarga beparvo bo'lgan odamlarni amalni tark qilganligi uchun ham kofirni ishoradi. Amalni tark qilgani uchun musulmonni kofirlikda ayblaydi. Keyin nima bo'ladi? Keyin uni bu odamning moli ham, joni ham boshqalarga nima bo'lib qoladi? Halol bo'lib qoladimi? Hozirgi kunda birodarlar, musulmonlar orasida bo'layotgan urushlarning asosiy sababi mana shu. Ikkita musulmon taraf bir-biri bilan urushyapti. Ikkala taraf ham kalima keltirgan. Ikkala taraf ham iymonning ana shu shartlariga ishonadi. Ammo baribir bir-biriga qarshi jang qilyapti. Nima uchun? Nima uchun bir-birini qonini oqizyapti? Musulmonda qonun musulmonga harom emasmidi? Sabab ana shu urushayotgan ikki taraf o'zini e'tiqodiga ko'ra narigi tarafni kofir deb biladi. Ya'ni Ahmadning aqidasiga ko'ra unga qarshi jang qilayotgan narigi tarafdagilar kofir. Vaholanki narigi tarafdagilar ham kalima keltirib musulmon bo'lib turibdi. Iymon o'zi nima? Amal iymonning asosiy ruknimi? Ya'ni amal iymonning ichiga kiradimi yoki amal alohida narsami? Iymon ko'payib ozayadimi? Shariatimizda bu haqida nima deyilgan? Salaf solihinlar, o'tgan ulug' mujtahid ulamolarimiz bu masalada siz bilan bizga nima deb ta'lim berishgan? Bugun inshaalloh mana shu mavzuni bahs qilamiz. Iymon nima? Iymonning lug'aviy ta'rifi. Ta'riful iymoni lug'atan at-tasdiqu. Yuqalu amana lahu va amana bihi, ay saddaqahu. Iymonning lug'aviy ma'nosi tasdiqlash, ishonish. Ya'ni uni tasdiqladi, unga ishondi. Bu yerda mana shu Yusuf alayhisalomning qissasiga murojaat qilamiz. Alloh azza va jalla Yusuf alayhisalomning akalari haqida shunday dedi. Astagfirullah. "Va ma anta bi mu'minin lana walau kunna sodiqin." Ay bi musaddiqin lana. Ular aytishdiki, endi roz gapirsak ham siz bizlarga aslo ishonmaysiz. Ya'ni roz gapirsak ham tasdiqlamaysiz. Arab tilida iymon so'zi mutlaq tasdiqlash, ishonish ma'nosini beradi. Siz nimani tasdiqlasangiz, nimaga ishonsangiz, siz shunga iymon keltirgan bo'lasiz. Masalan, quyosh chiqqanini tasdiqlasangiz, ishonsangiz, demak, quyosh chiqqaniga iymon keltirgan bo'lasiz. Agar qorni rangini oppoq ekanligini tasdiqlasangiz, siz qorni rangi oppoq ekaniga iymon keltirgan bo'lasiz. Bu iymon so'zining lug'aviy ma'nosi edi. Iymonning islomdagi umumiy ma'nosi esa Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning Alloh subhanahu va taolo huzuridan olib kelgan narsalarni
xabarlarni tasdiqlash, ularga ishonish degani. Demak, ishonish, tasdiqlash. Shunga ko'ra kim Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Alloh subhanahu va taolodan olib kelgan risolatiga va xabarlarga ishonsa va ularni tasdiqlasa, unga iymon keltirgan mu'min bo'ladi. Iymonning shar'iy ta'rifi. Ahli qiblalar, ya'ni musulmon ummati birodarlar, iymonning shar'iy ta'rifida ixtilof qilishgan. Ya'ni ahli sunna va jamoa imomlari iymonning nima ekanligiga ikki xil ta'rif berishgan. Ahli sunna va jamoa imomlari orasida iymonni nima ekani haqida ikki xil fikr bor. Birinchisi, iymon qalb bilan tasdiqlash, til bilan iqror bo'lish. Ikkinchi ta'rif, iymon qalb bilan tasdiqlash, til bilan iqror bo'lish va amallarni bajarish. Ya'ni qalbi bilan ishonish, tili bilan kalimani aytish, birinchi ta'rif. Ikkinchi ta'rif, qalb bilan ishonish, til bilan kalimani aytish va solih amallarni bajarishlik. Ahli sunna va jamoaning ulamolari, xususan Abu Hanifa, Abu Mansur Maturidi, Abu Hasan Ash'ari rahimahumullohlar iymon qalb bilan tasdiqlash, til bilan iqror bo'lish deyishgan. Iymon qalb bilan tasdiqlash va til bilan iqror bo'lish deyishgan. Ikkinchi ta'rif. Ahli hadislardan bo'lgan faqihlar Malik ibn Anas, Imom Avzoyi, Imom Shofi'i, Ishoq ibn Rohavay, Ahmad ibn Hanbal va boshqalar iymon til bilan iqror bo'lish, qalb bilan tasdiqlash va solih amal qilish deyishgan. Bu ikkinchi ta'rif. Demak, oldimizda ikkita ta'rif turibdi, birodarlar. Birinchi ta'rifda iymon qalb bilan tasdiqlash va til bilan iqror bo'lish. Ikkinchi ta'rifda qalb bilan tasdiqlash, til bilan iqror bo'lish va amallarni bajarish. Keling endi mana shu ikkala ta'rifni dalillarini ko'rib chiqamiz, birodarlar. Ahli sunna va jamoaning ulamolaridan Abu Hanifa, Imom Maturidi, Imom Ash'arilar iymon qalb bilan tasdiqlash, til bilan iqror bo'lish deyishdi. Mana ularning dalillari. Birinchidan, bir insonda iymonning haqiqati paydo bo'lishi uchun uni qalbida Alloh talab qilgan narsalarni tasdiqlash bo'lsa kifoya qiladi. Qalbi bilan ishonsa bo'ldi deyildi. Shunda iymon so'zining lug'aviy mohiyati bo'lgan tasdiqlash yuzaga chiqadi. Chunki qalbi bilan ishondi, qalbi bilan tasdiqladi. Endi bu odam mana shu narsalarga qalbi bilan ishondi, tasdiqladi. Ammo uni qalbidagi narsani biz bila olmaymiz. Chunki qalb insonning botiniy, ichki amali. Bu holatda biz uni musulmon deb aniq ayta olmaymiz. Chunki qalbidagi narsani biz bilmaymiz. Endi shu qalbidagi bor narsani tasdiqlab bizga tili bilan kalimani aytib berish kerak. Tili bilan aytmaydigan bo'lsa, biz unga mo'minlarning ahkomlarini joriy qilishimiz mumkin bo'lmay qoladi. Masalan, nikoh o'qish uchun, janoza o'qish uchun, ko'mish uchun, yuvish va hokazo ishlar uchun og'zidan bir marta shu kalima, shahodat kalimasi chiqqan bo'lish kerak. Shuning uchun u tili bilan shahodat kalimasini aytib, bizga o'zini mo'min ekanligini bildirish kerak bo'ladi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illalloh. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha va hisabuhum ala Allohi ta'ala." Insonlar deyaptilar Rasululloh, Allohdan o'zga iloh yo'q deb aytgunlaricha ular bilan jang qilishga buyurildim. Agar ular buni aytsalar, kalimani aytsalar, mendan qonlarini, mollarini saqlabdi. Islom haqqi bundan mustasno. Ularning hisob-kitobi Alloh taologa havola. Muttafaqun alayh bo'lgan hadis. Bu hadisning ma'nosidan ko'rinib turibdiki, bir insonni musulmon deb bilishimiz va unga shariy hukmlarni joriy qilishimiz uchun u shahodat kalimasini aytib, iqror bo'lishi lozim bo'ladi. Tili bilan kalimani aytishligi kerak. Demak, iymonning ikkita rukuni bo'ldi. Ular qalb bilan tasdiqlash, til bilan iqror bo'lish. Tasdiq soqit bo'lishi mumkin bo'lmagan rukun. Iqror esa soqit bo'lishi ehtimoli bor. Bu nima degani? Tasdiq soqit bo'lishi mumkin emas,
iqror esa soqit bo'lishi mumkin. Bu nima degani? Masalan, bir inson qalbida Alloh azza va jallaga ishondi, Muhammad alayhisalom olib kelgan narsalarni qalbi bilan tasdiqladi, ammo tili bilan ayta olmadi kalimani. Bir sabab tufayli. Masalan, soqol inson ayta olmaydi. U nima bo'ladi? Yoki kalimani bilmaydi, aytishlik. Aytay desa kalimani bilmaydi. Bu odam Allohning huzurida mo'min bo'laveradi. Ha, biz uni kalima keltirmadi-da biz uni mo'min deb ayta olmaymiz uni. Ammo bu yerga moni sababli aytmagan bo'lsa mo'min bo'laveradi. Shuning uchun aytdik, tasdiq soqit bo'lishi mumkin emas. Albatta bo'lishiga shart, qalbda ishonch bo'lishi kerak. Endi iqror soqit bo'lib qolishi mumkin. Ikkinchi dalili mashhur, bu ko'pchiligimiz eshitgan, o'qigan, bilgan hadis Jabroil alayhisalom qissasi. Jabroil alayhisalom mana shu notanish bir kishi suratida kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir qancha savollarni so'radi. Shularning ichida fa akhbirni anil iymon. Iymonning nima ekanligini menga xabarini bering dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam an tu'mina billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil akhir va tu'mina bil qadari khayrihi va sharrihi dedilar. Rasululloh aytdilar, iymon bu Allohga, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga, qiyomat kuniga, taqdirning yaxshi yomoniga ishonishing deb aytdilar. Agar iymonni asli qalbda tasdiqlashdan oshiqcha boshqa narsa bo'lganida payg'ambarimiz buni aytgan bo'lardilar. Agar iymonning asli qalbdagi tasdiqdan oshiqcha boshqa narsa bo'lganida payg'ambarimiz buni ham bizga aytgan bo'lardilar. Demak, Moturidi aqidasiga ko'ra iymon bu qalb bilan tasdiqlash va til bilan iqror bo'lish. Qalb bilan ishonish, til bilan kalimani aytish. Iymonning ta'rifida Imom Abu Hanifadan ham bo'lsa ikki xil rivoyat kelgan. Birinchisi, Abu Hanifa o'zini Fiqhul Akbar kitobida shunday deydi. Al-imanu huwa at-tasdiqu wal iqror. Iymon bu qalb bilan tasdiqlash va til bilan iqror bo'lish. Ikkinchi rivoyat, Imom Abu Hanifa shunday deydi. Al-imanu huwa at-tasdiqu bil qalbi la g'ayr wal iqroru bil lisan dalilun alayhi va laysa bi rukunin. Iymon qalb bilan tasdiqlashdan boshqa narsa emas. Ya'ni faqat qalb bilan tasdiqlash. Til bilan iqror bo'lish esa u tasdiq uchun dalildir xolos. Rukun emas. Ya'ni iymon bu qalb bilan tasdiqlashlikdan boshqa narsa emas. Til bilan iqror bo'lishlik esa ana shu tasdiqning dalili.